Qarang, like bosib charchamayapsizlarmi? Giddi kanalimga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi o'yinimiz yana o'sha legendarniy Dream Liga Soccer o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Xo'p, bugun yana akkaunt kuchaytirish videosi bo'ladi. Bilasizlar, mana qizil o'yinchilar o'sha bir kundan keyin keladi. Videoning oxirida bitta legendarniy agent ochamiz. Legendarniy agent izlayolmaysizmi desanglar, yo'q, sizlar uchun bitta agent aylansin sizlar uchun. Xo'p, bo'lsa videomizni boshlaymiz. Sizlar like bosib, podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yib, короче hamma narsani bosib qo'ysanglar bo'ldi. Biz videomizni boshlaymiz. Xo'p, mana akkaunt ko'rishinglar mumkin. Xo'p, Bastoni, keyin menda ishlarni ozgina kuchaytiramiz, keyin Rivaldoni ham kuchaytirishga harakat qilamiz. Qanday Rivaldo o'zi? Xo'p, birinchi bo'lib fitness kuchaytirishni olamiz. Internet muammosi yana bizada. Connection problem. Xo'p, ishladi axiri. Yaxshi kuchiga tushdi. Lekin tezlanishiga tushsa ham yaxshi bo'lardi. Oldin Di Lorenzoni olaylik-da. Di Lorenzoni ko'rishinglar mumkin. Sochini yomon chiroyli qilib qo'ygan, fade uslubida. Qattan bilasiz bunaqa sochlarga desanglar, chunki o'zim sartaroshman, bilmaganlar uchun. Xo'p, Di Lorenzoni sotib ham bo'ladi fitnessga. Di Lorenzo mana koptoga olib qo'yishi 81 ekan, yaxshi, lekin yaxshi o'yinchi. Fitnessga sotib yubordik mana. Xo'p, bo'lmasam akkaunt kuchaytirishni davom etamiz. Iloji boricha tezligiga tushsa yaxshi bo'lardi, kuchidan ham ko'ra lekin. Yo'q, shu yerda Bastonining tezligiga tushishi qiyin bo'ldi. Tezligiga tushdi faqat. Mana. O'zi breakroq tushdi. Xo'p. Yaxshi, menda tezligi 100 bo'ldi. Bastonining tezligi bilan tezlanishiga tushib ajoyib tarzda kuchayapti. Xo'p, kimni full qilamiz? Rivaldodan ham lekin 600 chiqarsa bo'ladi. Bemalol bu. Tezligiga, kuchiga, keyin staminasiga bersak ham normalniy. Mana 187 bo'ldi. 2+2+ ko'rishinglar mumkin. Xo'p. Endi legendarniy agentni ochamiz. Legendarniy agentdan kim tushishini sizlar taxmin qilib turinglar. Videoga like bosib, kim tushishini shu zahoti kommentariyaga yozib qo'yinglar. 3 sekund kutaman kommentariyaga yozishinglarni. Qaysi futbolchi tushadi? Bo'lsa, biz legendarniy agentni ochamiz. Agar yaxshiroq o'yinchi tushadigan bo'lsa, qoldirib, uni ham kuchaytirishga harakat qilamiz. Agar 80lik bo'lmaydigan, bo'lmag'ur futbolchilar tushsa, sotib yuboramiz. Qani ketdik. Fransiyalik Qoravoy, Niger desak ham bo'ladi. Kundaymi ekan soch ko'rinmay qoldi lekin. Turammi? Yo'q, Turamsa bo'yi pastda, lekin Qoravoy 92 ball kontrol, ancha yaxshi futbolchi. O'lisi 86lik O'lisi chiqdi. Sotib yuborsak ham bo'ladi, kuchaytirsak ham bo'ladi, mayli biz. Kuchaytiramiz, o'z hujumchilarimiz va haddan ortiq ko'payib ketgan. O'lisini sotib yuborsak ham bo'ladi-yu. Mayli, turib qolsin, bir gap bo'lar. Xo'p, bo'lmasa dinamik o'yinchilarga keladigan bo'lsak, dinamik safga keladigan bo'lsak, mana 40 ta o'yinchilar kelgan, o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Bu futbolchilarni mana sezon pasti mana yozmaslik ko'rsataman. Sezon pasti mana bu joydan keladi.
tekini, pullisi mana. Mana bu joydan pullisi keladi sizlarga. O'zinglar tekin damal qilmasdan qiladigan bo'lsanglar, menimcha adashmasam 6 ta o'yinchini olishinglar mumkin. Mana yana Dream Draftdan olishinglar mumkin, Sabityalardan olishinglar mumkin. Sabityadan olish uchun iloji boricha mana bu yerda turgan Thierrylarni pasaytiringlar. Mana shu Thierrylarni pasaytirsanglar, keyin Dynamic Stars olishinglar mumkin. Уже bundan keyingi Sabityadan mana shu Dynamic Stars keladi. Mana o'zimizni o'zbek o'g'loni Abduqodir Husanov kelgan ancha yaxshi kartada ko'rishinglar mumkin. Agar tanlanadigan bo'lsa, o'zingizlar tanlab oladigan bo'lsangiz, sizlarga maslahatim kim olish kerak. 6 ta eng kerakli futbolchilar men sizlarga aytib o'taman. Birinchi o'rinda Barkolya. Nega Barkolyani olish kerak desanglar, chunki ham tezliklari yaxshi. Buni kuchaytirish tarzini tushuntiradigan bo'lsam, mana agar gruppadan chiqadigan bo'lsa, o'zi 2+ kuchayadi. 2+ kuchaygan 84 bo'ladi. Finalda esa o'zi 96 darajaga boradi. Ko'pchilik 106 bo'ladi deyapti, lekin u xato gaplar. 106 umuman bo'lmaydi. Nega Barkolyani olamiz desanglar, chunki hozir Fransiya ham eng yaxshi favoritlardan biri bo'lib turibdi jahon chempionatida. Agar Fransiya yutsa, Barkolya 96 bo'ladi. Hop. Keyin ikkinchi o'rindagi futbolchimiz Easy. Bu Easy ham Angliya hozir favorit bo'lib turibdi. Yana kim olish mumkin? O'zimiz hamyurtimiz Abduqodir Husanov olsa bo'ladi. Buni olishimiz обязательно. Buni aytmasam ham bo'ladi, chunki o'zingizlar olasizlar. Hop, keyingi o'rindagi futbolchi mana bu o'ynanadigan futbolchini olsanglar ham bo'ladi. Belgiya lekin unchalik zo'r o'ynamaydi jahon chempionatini, lekin chorak finalgacha borib yaxshi kuchayishi mumkin. Nega olishimiz kerak deganda, bo'yi 1.95, bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Bo'yi 1.95. Bo'y uzunligi uchun olsanglar bo'ladi. Keyingi yana favoritlarimiz Braziliya ham yaxshi o'ynaydi, lekin kunga unchalik yaxshi kuchaymasa kerak. Qanaqadir antiqa noyobroq futbolchilarni olishimiz kerak. Mana shu Torlohga o'xshagan. Keyin mana Arda Güler statistikasini ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli tarzda bo'lgan. Esdalik uchun olib qo'ysanglar bo'ladi. Turkiya ham unchalik zo'r o'ynamaydi, esdalik uchun olib qo'ysanglar bo'ladi endi. Keyin yana kimlarni olishimiz mumkin? Mana bu Woodni olsanglar bo'ladi. Unchalik yaxshi kuchaymaydi, lekin ham hujumchi, ham bo'yi 1.91. Sizlarga maslahat beradiganim eng zo'rlari mana shular. Mana ko'rishinglar mumkin. Sezon pasdan keyin Dream Draftdan keyin mana shu Sabityalardan olasizlar bularni. Mana men sizlarga eng yaxshi futbolchilarni aytib o'tdim. Xo'p, bo'lmasa bugungi videomiz shular bilan tugaydi. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki biz yillar oxirigacha 100 mingta bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa hammaga xayr, rahmat, sog' bo'linglar.